Hozir mana ro'za sezon. Mazza qilib soqqaga uringlar. Sen nima qilyapsan? Nima sotyapsan? Vlajni sotyapman. Qanday sotyapsan? Odamlar vlajni kerak emas deb 5000 tashlab ketyapti. Pulni olyapsanmi? Ha, olyapman. Nima olasan? Menga pulingiz kerak emas. Vlajimni olib deb o'tkazmaysanmi? 3000 ga vlajni olyapsan, qara. 25000 ga sotyapsan. Yo'g'i. Hammasi tizimlashtirilgan-ku. Sen nima qilyapsan sen? Balon qoraytiribdi. Chumarak, shu havoda kim balonni qoraytiradi? Nima qilay? Jumaga bor. Mana masjidlarga bor tarovihda. Shu mana chotki pul qoladi. Ha, paket ko'tarib. Sal kalini ishlatji. Siz nima qilyapsiz, onaxon? Men bozorda ashula tepam bola bilan. Ashula? Men sizni ko'rdim. Sizda uyat bor ekan-a? Bunday qilib turibsiz-da, u odam ketsa siz ham qolib ketyapsiz. Endi 2 oy bo'ldi-da. Oxirigacha silang. Uyatni yig'ishtiring, yurakdan olib tashlang. Yuzni bezni yoqing. Hop, mana oyim bola emasligini bildirib qo'yyapti-da. Mana qarang. Mana shuni kiying. Bitta bolacha ushang qo'lingizga. Obodonlashtirishda ishlayman deb prosta shunday tursangiz borki, sizga hamma pul tashlab ketadi. Tariqal endi sen. Sen nima qilyapsan, Mo'ylov? Men shu viloyatga keta olmayapman aka, pulim yetmayapti deb Sirdaryo, Jizzaxgacha pul olyapman-da. Nimaga Sirdaryo? Surxondaryoda, Qashqadaryoga de, Qoraqalpoqqa de, uzoqroq bo'lsa ko'proq pul beradi. Tamam. Sen nima qilyapsan, aktyor? Shu aktyorskidaman. Qanday aktyorskiga? Nima qilyapsan? Mana shu cho'loqlarni yuribman. Sen internetga chiqib ketding. Sen jinnimisan? Sen u yoq bu yog'ingga qarab yurmaysanmi? Bunday qilib